Menga Muhammadni maxfiy yig'inlar haqida mish-mishlar yetib kelyapti. Qo'ysangchi Abu Jahl. U odamlarga nimalarnidir o'rgatyapti. Nimaligini bilmadi bu, ammo Zaydning o'g'li, hatto uni jiyani Ali ham unga ergashibdi. Shunga nima bo'pti? Qolganlari qashshoqlar va qullar. U jazolanishi kerak. Nega? Chunki u mumkin bo'lmagan narsalarni o'rgatyapti. Agar uni sheriklari kuch-qudratli kishilar bo'lganlarda edi, agar uni o'rgatayotganlar xatarli bo'lgan edi, uning ustiga o'zim ummondagi bostirib borar edim. Axir u Muhammad-ku Abu Jahl. Al-Amin, rostgo'y inson. 3 yil davomida Rasululloh yashirincha da'vat qilib keldilar. Qizim, men o'sha vaqtda ilk marotaba u zotni da'vatlari haqida eshitib qoldim. O'g'lim, biz to'g'ri ish qilyapmizmikan? Oyijon, siz ularni tinglashingiz lozim. Hammasi joyida bo'ladi, Jalila. Tezroq kiringlar. Bugun odamlar har doimgidan ham ko'proq. Rahmat, Jafar. Har tun qayoqqa ketyapsan? Allohning rasulini da'vatlarini tinglagani. Islomiy hayot tarzini shaxsan Allohning rasuli sallallohu alayhi va sallamning tillaridan eshitish juda ajoyib edi. Ularga tushirilgan vahiylar va Qur'on o'sha paytgacha biz eshitgan eng ajoyib so'zlar edi. Bizga Makkadagi barcha olihalar ojiz ekanini tushuntirdilar va dedilar: yakka-yu yagona Alloh birdir. Ibrohim, Musa va Isoni Parvardigori. Butun borlig'ingiz bilan unga ishonishingiz kerak. Alloh nazdida boy yoki qul degan narsa yo'q. Hamma teng huquqlidir. Kambag'allar xor qilinmasligi, pastga urilmasligi lozim. Ularga yordam berish kerak. Qur'on shunday deydi: Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan boshlayman. Alloh nazdida eng ulug'ingiz undan eng qo'rqqaningizdir. Ayollar mol-mulk emas, ular ham Allohning bandasidir. Ularga hurmat ko'rsating. Dunyo sizga Allohning lutfidir. Undan oqilona foydalaning va bilingki, u sizga omonatdir. Va unutmangki, hammangiz barcha ishlaringiz sababli hisob-kitob qilinasiz. O'sha kecha u yerdagilarning ko'pchiligi musulmon bo'ldi. Ularga bog'liqligimizni kalima-i shahodat bilan ifodaladik. Allohdan boshqa iloh yo'q va Muhammad uni elchisidir. Yakka-yu yagona iloh Allohdir va Muhammad uni payg'ambaridir. Va Muhammad uni payg'ambaridir. Bunga ishona olasanmi? Alloh nazdida barcha insonlar teng yaratilganlar. Men ham albatta ularning huzuriga borishim kerak. Muhammadning so'zlarini xavfli hisoblashingni bilgan edim. O'ta xavfli. Uni darhol to'xtatish kerak. Muhammadni to'xtata olmaysiz. Nima deding? Bilol, orqaga qayt. Kaltak yeyishni xohlaysanmi? Vujudimni kaltaklashlari mumkin, ammo ruhimni emas. Unda ruhingni o'sha yerda qoldirib, vujudingni darhol bu yerga olib kel. Sen Muhammad haqida nimalarni bilasan? Payg'ambar ekanliklarini bilaman. Payg'ambar, ko'rdingmi Umayya, yuqumli kasaldek tarqalmoqda. Bu gaping uchun ilohlar seni jazolaydi, Bilol. Muhammad, sizlar ibodat qilayotgan sanamlaringiz ojiz deydi. Ojiz? Ojizmish. Bir qul ilohlarimizni ojizligini aytishga jur'at qildimi? Qani endi menga barchangiz javob beringizchi, Muhammadning so'zlari chindan ham zararsizmi? Jiyanimiz bizlarga qarshi darslar beryapti, ey Abu Talib. Biroq biz ham barcha ishga qodir yolg'iz Allohga ishonamiz. To'g'ri, ammo boshqa ilohlarni qadrsiz ekanligini tilga olmayapmiz-ku. Buni qanday zarari bo'lishi mumkin? Muhammadga ergashayotganlar faqat kambag'allar va kuchsizlar. Hammasi emas, ularga qo'shilganlarning orasida Abu Bakr ham bor. Muhammadning kuchli do'sti, shuning uchun ham bizni ta'qib qildi. U yolg'iz bir kishi. Yo'q. U o'chirilishi kerak bo'lgan olovning bir uchqunidir. To'g'ri, agar Muhammadning ta'limoti qabul qilinib ilohlarimiz yo'q qilinsa, bundan so'ng haj degan narsa bo'lmaydi. Bu esa o'z navbatida bizni o'limimiz degani.
Allohning elchisi xavf haqidagi ogohlantirishlarni hammaga yetkazishlarini aytdilar. Nega? Makkaga hujum qilishdimi? Bilmayman. Qani tezroq bo'la qolinglar. Sumayya, Ka'baga ketyapmiz, shoshilinglar. Yosir, tezroq bo'la qol. Nima bo'lyapti o'zi? Men ham bilmayman. Ana u tepalikda Allohning elchisini ko'ryapsanmi, Xudo? Bu ana. Keyin esa payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday dedilar: "Ey Makka ahli, agar sizga shu tepalik ortida bir qo'shin bor, ular bizga hujum qilmoqchi desam, menga ishonasizlarmi? Seni barcha aytganlaringga ishonamiz, ey Muhammad. Sen doim to'g'ri so'zlagansan." Keyin esa shunday dedilar: "Ey Makka ahli, nasihatimga quloq tuting. But sanamlardan voz keching va yakka yagona Allohga iymon keltiring. O'zingizni do'zax olovidan xalos qiling, chunki men sizni Allohning g'azabidan muhofaza qila olmayman. Men faqat dushmanni kelganini ko'rib, xalqni ogohlantirish uchun xavfni xabarini bergani kelgan bir kishi kabidirman." Jiyanimiz bizni ahmoq deb o'ylayapti shekilli. To'xtat uni, ey Abu Tolib. La'nat bo'lsin, bizni shuning uchun chaqirdingmi? Sen bunga ishonasanmi? Ha, ishonaman. Har bir so'ziga ishonaman. Ular tepalikdan ketyaptilar. Qani ularga borib ergashaylik. Makkaga xiyonat qilishga qanday haddingiz sig'di? Sizlarga olixalarimiz kamlik qildimi? Sizni muhofaza qilamiz, Allohning elchisi. Bu qanday jasorat? Qanday qilib hadding sig'di? Ilohlarni haqorat qilishga qanday jur'at qilding? Qo'llaringizni mahkam ushlang. Rasulullohga zarar yetkazishmasin. Bir-birlaringizdan ajralmang. Oraga kirishga kishilarga yo'l qo'ymang. Bunday qila olmaysan, Bilol. Allohning rasuli endi da'vatlarni yashirincha qila olmas ekan, unga men ham yashirincha ergashishimga ne hojat? Bu nimasi? To'xta, hech narsa demay tur. Demak, meni qo'lim musulmon bo'libdi, shundaymi? Vujudimga ega bo'lishing mumkin, ammo ruhimga aslo ega bo'la olmaysan. Nima? Ruhing ozod deb o'ylaysanmi? Aslida meni ruhim ham bir qul. Biroq seni quling emas. Allohning quli. Mana shu yerda adashyapsan, Bilol. Ruhing ham menga tegishli, barcha narsang meniki, hatto o'y xayollaring ham, tushundingmi? Endi Muhammadni o'sha so'zlarni inkor qil va o'zing ham menga tegishli ekanligingni ayt. Bo'la qol, Bilol. Ayta qolsang-chi. Alloh yagonadir va Muhammad uni elchisi. Ko'ramiz, qamchimni zarbidan keyin nima der ekansan. Qani yur tezroq. U bunga loyiq, o'zi aybdor. Muhammadning so'zlarini inkor qil. Bechora Bilol. Alloh birdir. Alloh yagonadir. Agar ruhing meni qulim ekanini aytsang, toshni olaman. Qani ayt. Aytsang-chi. Alloh yagonadir. Ayt deyapman senga. Umayya, men bu yerga Abu Bakr nomidan keldim. U kishi sendan bu qulni sotib olmoqchi. Menga narxini ayt. Juda yaxshi. 10 ta oltin bo'ladi. Bir qul uchun 10 oltin? Bu savdoda yutdim deb o'ylayapsan shekil. Qaytib Abu Bakrga ayt. Bu qadrsiz qulni 3 oltinga zo'rg'a sotgan bo'lardim. Vaholanki Abu Bakr bu qul uchun 100 ta oltin berishga ham rozi edi.